Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Part 2 multi-level reading haqida, ya'ni strategiyalarni va bunga qanday yondashish kerakligini va shu savollarga qanday javoblar topish kerakligini bugungi darsimizda ko'rib o'tamiz. Xo'p do'stlar, bilasizlar, Part 1 readingni men sizlarga o'tib berganman. Endi qaranglar, Part 2 readingda nimalar bo'ladi? Part 2 readingda mana shunga o'xshagan mana A dan misol uchun mana F gacha, misol uchun heading bo'ladi va pastda 1 dan 8 gacha sizlarga o'sha gap qo'yib beradi. Uni moslab biz match qilishimiz kerak. Headingga qaysi biri misol uchun 6 ga misol uchun B tushadimi, shuni qo'yib moslab chiqishimiz kerak. Endi do'stlar, bunda nimalar bo'lishini men hozir sekin tushuntirib o'tib ketaman. Va sizlarga hozir bitta narsani tushuntirib beraman. Bilsanglar, Safer Multi-Level Reading Part 3 qismi ham bor. 3-qismi. Bu 2-qismi readingda. 3-qismi bilan Part 2 bir-biriga o'xshash, lekin bitta farqi bor. Men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Qaranglar, farqi nimada? Reading Part 3 da nima bo'ladi aytaymi? Qaranglar. Larger matching headings questions. Ya'ni misol uchun mana qaranglar, pastga qaranglar. Bu part 2 nikida, part 2 dagi qaranglar sal ozdan, ancha ozroqdan. Lekin part 3 da bu ko'proq bo'ladi va nima bo'ladi? Qiyinroq bo'ladi. Va bugungi biz o'tadigan narsamiz bo'lsa, reading nima edi? Part 2 edi. Bunda nima bo'ladi desanglar, bunda shorter bo'ladi. Shorter matching headings questions. Ya'ni farq shunda va faqat ko'p va ozligida emas, part 3 da o'zingizlar bilasizlar, baribir sal qiyinroq savol turlari bo'ladi. Xo'p. Mana bizni bugungi o'tadigan mavzuyimiz. Xo'p, bunday qilib qo'yay do'stlar. Xo'p. Ketdi. Endi sizlarga nimalarni tushuntirib o'tib ketaman. Hozir sekin strategiyasini va qanday ishlanishi va qoidalarini va siz osonroq topishingiz uchun qoidalari bor. Shularni men birin-ketin aytib ketaman. Xo'p, ketdi. Birinchisi nima? Ya'ni nimalar hozir biz aytadigan bo'lsalar? Texnikalar. Xo'p, birinchisi bizda nima? First, birinchi bo'lib read the questions. Qaranglar do'stlar. Birinchi bo'lib biz nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib biz qiladigan ishimiz, mana qaranglar, mana part 2 reading. Men misol qilib olganman buni ishlashimiz uchun. Qaranglar. Manadan 1 dan 8 gacha oldin biz mana 8 pastga tushib qolibdi. Shuni biz o'qib chiqib olishimiz kerak va tushunib olishimiz kerak. Nimani qatga moslayotganini. Birinchi shuni o'qib olishimiz kerak, keyin heading o'tishimiz kerak. Xo'p, qaranglar. Bizni birinchi bo'lib qiladigan ishimiz shu ekan. Ikkinchi bo'lib qiladiganimiz nima? Then read keyingi bo'lib biz paragrafni o'qishimiz kerak. Ya'ni biz pastda savollarni o'qidik. Endi manlar misol uchun mana A dan B dan boshlab sekin o'qib tushib ketishimiz kerak. Xo'p do'stlar, uchinchisi bizda qiladigan ishimiz nima? Bizda you may nima bo'lishi mumkin? Sizda qanaqa muammolar bo'lishi mumkin? Ya'ni misol uchun you may have nima deyiladi? 1, okay, 2 or 3 deb turib misol uchun B, misol uchun A options. Bu nima bo'lyapti bu yerda? Misol uchun qaranglarda, sizlar A ni o'qidinglar, A ga bittasini qo'yishinglar kerak, to'g'rimi? Lekin A ni o'qisanglar, pastdagi bilan misol uchun bir ham to'g'ri kelishi mumkin, bir-biriga o'xshash bo'lishi mumkin-da. Bir ham to'g'ri bo'lishi mumkin, ikki ham sizni miyangizda chalkashadi. Qaysi biri ekan deb turib sizda 3 ta variant bo'lib qoladi. Nima deysiz? Chalkashmasa-chi deyman? Chalkashmasami? Chalkashmasa, qarang. Uni o'qiydi, o'qib turib,
pastga tushib ketadi. Misol uchun agar unda ikkita variant bo'ladigan bo'lsa, o'ylanayotgan bo'lsa, o'shani pastiga o'tib ketayotganda aniq bittasiga o'zini joyini topadi. U nimasi? Headingda asosiy joyini topib turadi. Misol uchun qaranglar, men tushuntirib o'tib ketaman shunisini. Lochimga kamerani to'g'rilab oling. Hozir. Xo'p. Sizlarda shunaqa bo'ldi. Endi qaranglar, xuddi shunaqa holat bo'lishi mumkin. Misol uchun, nima deyiladi? If you stuck, nima bo'ldi? Qaranglar, if you stuck on them long, agar siz unda o'sha miyangizni qotirib qolib ketsangiz, qaysi bo'lar ekan siz? You may waste your time. Nima bo'lishi mumkin? Siz o'zingiz vaqtingizni yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun siz nima qilishingiz kerak? Qaranglar. Just get all. Just get all nima deymiz? The seemingly misol uchun bunday qilaylik. Correct options. Qaranglar. Shunchaki sizlar o'ylanmasdan o'zingizlar o'sha taxmin qilayotgan shu bo'lishi mumkin bo'lgan tanlovlarni olib turinglar. Qaranglar. Keyin o'sha misol uchun ed o'qiyapsizmi? O'sha bga tushib o'qib ketishni boshlayvering. Nima bo'ladi? With nima deymiz? High deydi-da. With high probability one of this one of them deydi. One of them o'zini joyini topadi. Ya'ni nima bo'ladi? Match bo'ladi. To the nima bo'ladi? Other option. Ya'ni misol uchun agar sizlarda mabodo bir ikkita yoki o'sha bir ikkita yoki 3 ta siz bittaga to'g'ri kelayotgan yoki o'xshayotgan bo'lsa, siz uni o'qib ketavering. Aniq u boshqa readingga tushishini keyin sezasiz va buni anglaysiz. Xo'p, endi qaranglar. Shu edi. Men shu texnika bo'yicha hozir ishlashga bitta sample tayyorlaganman. Va buni olganman. Bu tushgan imtihonda ham bitta narsasi bor buni. Bu oman imtihon variantidan sal qiyinroq. Tushunasizlarmi? Sal qiyinroq. Nimaga? Sal bu birga ishlashimiz qiziqarliroq bo'lishi uchun va imtihon variantidan sal boshqacharoq. Shu, lekin sal qiyinroq. Endi-da. A bit internet. Hozir 1 minut tursin. Xo'p, rekord ketyapti ekan. Xo'p, qaranglar. Nima bu reading? Sal than real exam. Ya'ni bu sal qiyinroq, to'g'risi, ya'ni imtihonda tushunadiganlardan formatdan ko'ra sal qiyinroq. Shunga sal ahamiyat berib qo'yinglar. Vow, bu qiyin ekan, men ishlamas ekanman deb o'ylamanglar. Xo'p, buni tushuntirishdan oldin, ya'ni sampleda ishlashimizdan oldin yana bitta narsani aytib ketay do'stlar. Mana bu heading-ku, to'g'rimi? Headingda ishlaydi. Lekin ko'pchilik multi level kitoblar ishlashadi yoki practice
Lekin do'stlar, birorga o'sha MOOClarda yoki multilevel kitoblarida bilsanglar e'lonchalar bor. E'lonchalar ham qo'yiladi. Lekin do'stlar shuni esdan chiqarmanglar, imtihonda tushmaydi e'lonchalar. Bundan xavotir olmanglar. Faqat heading tushadi. To'g'ri, nimaga berilgan u MOOClarda siz moslashib olishingiz uchun Part 2 ga. To'g'ri, heading sal qiyinroq, shuning uchun u sizlar uchun moslashishga MOOClarda yoki multilevel o'zi practice kitoblarida berilgan bo'ladi. Lekin shuni esdan chiqarmanglar, e'lonchalar hech qachon berilmaydi. Xo'p, bizda birinchi qiladigan ishimiz nima edi o'zi? Mana bu pastdagi savollarni o'qib chiqib olish edi, to'g'rimi? Endi qaranglar, shu yerda yana bitta narsani tushuntirib o'tib ketay. Mana bitta narsani olib tashlamadik. Ya'ni nima uchun? Bu sal qiziqarliroq, biz yetishimiz uchun bitta narsani olib tashlamadik. Lekin imtihonda bunaqa bo'lmaydi. Xavotir olmanglar. Ya'ni mana yerda bitta narsa bor. You may use any letter more than once. Nima degani? Misol uchun mana bir bilan birga misol uchun A da oldimmi? A headingda oldim. Misol uchun 2 ga ham o'sha A da olsam bo'laveradi. Lekin bitta narsani esdan chiqarmanglar. Imtihonga kirganinglarda birga misol uchun A da oldinglar, uje boshqa misol uchun 2, 3, 4, 5, 6 larga umuman ola olmaysizlar. Bittasiga ishlatalasizlar xolos. Lekin men nima qilib qo'ydim hozir? Misol uchun bitta harfni ikkita savolga ham ya'ni ishlatib bo'ladigan qilib qo'ydim. Ya'ni nima bo'lish uchun bu qiziqarli va yana ham nima bo'lsa, ochiqroq tushunishinglar uchun shunaqa qilib qo'yardim. To'g'ri tushunasizlar? Xo'p. Ketdimda sekin o'qib tushunishni boshlaymiz. Birinchi biz savollarni o'qib olamiz. Asta-sekinlikda. Xo'p, clothes that well-known people have worn. Xullas o'sha kiyimlar ekan, mashhur odamlar tomonidan kiyilgan. Well-known people. Shuni nima qilamiz biz? Buni pastga olib keywords qilib olamiz o'zimiz uchun. Xo'p, bo'ldi, birni tushundik. Endi ikkiga o'tdik. Display that cannot be seen. Ya'ni o'sha ko'rsatila olmas ekan, hozir bir narsa o'sha ko'rsatila olmas ekan. Ya'ni o'shanaqa haqida ketsa, misol uchun mana cannot be seen da men nima qildim? Keyword sifatida oldim. Xo'p, uchga o'tamiz. People who talk in an entertaining way. O'sha odamlar bor ekan, ular nima qilishar ekan? Ajoyib, xushchaqchaq yo'lda nima qilishar ekan? Bu narsani aytib berishar ekan. Xo'p, to'rga o'tamiz do'stlar. To'r nima deyapti? The museum having just reopened. Xullas, muzey bor ekan. Mana muzeyda muzey ham biz uchun nima? Bo'ldi. Keywords qildik. And just reopened. Ya'ni nima degani? Va bu qaytadan ochilgan do'stlar. Tushunyapsizlarmi? Buni tushundik. Endi 5 ga o'tdik. 5 tushunib olamiz. A building that has changed its functional several times. Functional degani o'sha o'zini funksiyasini bu bino o'zgartirgan ekan bir necha marotaba. Ya'ni bir necha marotaba o'zgartirgan ekan. Shuni biz nima qilamiz? Keywords qilamiz o'zimiz uchun, osonroq bo'lish uchun topayotganimizda. Xo'p, 6 ga o'tamiz do'stlar. Furniture of the same kind that was used when the building was new. Xullas, o'sha furniture bo'lgan ekan, mana mebel qaysiki bir xil o'sha ya'ni bir xil turdagisi ishlatilgan qachonki bino nimaligida, yangiligida. Bino building was new. Xo'p, 7 ga o'tamiz do'stlar. Being open for tours on certain days of the week. Qaranglar, turlar uchun ekan bu. Bu ham biz uchun bitta keywords hisoblaymiz. Va nima? Biz uchun mana ham, ya'ni nima? Certain days. Shunga ham qaraymiz. Ya'ni aniq birta kunda ochilar ekan haftani. Misol uchun dushanbami, chorshanba shunaqa ekan. 8 ga o'tamiz. A special event to mark an anniversary. Anniversary degani nimasi bo'ladi? Anaqa yubiley bor-ku, yubiley degani. Xullas muhim o'shanaqa nima ekan? Event ekan, ya'ni shunaqa bayram hodisa ekan. To mark an anniversary. Ya'ni yubiley sifatida. Xo'p, qaranglar. Birdan biz 8 gacha nima qilib oldik? Tushunib oldik va o'zimizga kerakli keywordslarni qilib oldik. Endi shunday tepaga chiqamiz. Do'stlar, kelinglar A ni qoldiraylik, chunki A sal nimaroq, o'rtacharoq va buni oxirida sizlar bilan ishlaymiz. Baribir hammasiniki chiqadi-da. Shuning uchun kelinglar B dan boshlab ketaveraylik.
Eda oxirida o'zingizlarga qo'yib beraman. Xo'p, qaranglar, o'qishni boshlaymiz. The Africa Museum was founded 50 years ago. Ya'ni bu Afrikani o'sha muzeyi 50 yil oldin topilgan ekan, and to commemorate the event. Va bu hodisa nishonlangan. Commemorate degani nishonlamoq. Do'stlar, mana lug'atdan ko'raylik. Commemorate degani mana situ darajadagi so'z ekan, u foydali bo'lishi mumkin do'stlar. To remember official, ya'ni nima bu? Nishonlash. Qaranglar do'stlar. But to commemorate the event. Qaranglar, biz ahamiyat bergan bo'lsanglar, pastda nimani o'qidik? Mana, biz belgilab ham qo'yganmiz. The museum, qani edi? Qani hozir? Ha, mana 8 deydigan. Special event to mark an anniversary. Qaranglar, ular 50 yillik narsani topib olishibdimi? Keyin uni nishonlashda nima bo'ladi? O'sha, misol uchun bilasizlar, biror narsa uzoq yil bo'lib turib, keyin oxirida bitta narsani nishonlashda nima deyiladi? Ko'pincha bu yubiley deyiladimi? O'z-o'zidan chiqdi bizning javobimiz. Endi qaranglar. Commemorate the event, Shu so'z, qaranglar. Shu so'z bizga ma'nunga почти sinonim qilib berilyapti desa ham bo'laveradi. Qani? Anniversary ga. Tushunasizlarmi? Xo'p, bunga nima bo'ldi endi? Bunga bir javob topib turibmiz. Endi qaranglar. Xo'p, buni belgiladik. Endi nima qilamiz do'stlar? Bizni qiladigan ishimiz keyingisiga o'tish. Xo'p, bu bo'ldi. Bada yana davom ettiramiz, to'xtab qolmaymiz. Balkim yana chiqib qolar. Aytdim-ku, men sal qiyinlashtirib qo'ydim, ya'ni yana ham qiziqarliroq izlanishimiz uchun. Xo'p, we have chosen 50 treasures from the permanent collection and put them together to tell the fascinating story of that continent. Ya'ni o'sha 50 ta nimalar xazinalarni kolleksiya qilishdi va put them together to tell the fascinating story of the continent. O'sha kontinentda nimasi ajoyib bir story, ya'ni hikoyasini aytib berish uchun ularni birlashtirishdi. This exhibition continues until the end of the year. Va bu exhibition nima? Yilda oxirigacha davom etibdi. Endi qaranglar, the Folk Art Gallery opens nima? To the public next month. Va bu nima bo'lar ekan? Keyingi oyga ochiladi deyapti va exhibiting traditional paintings and other objects from all over the Africa va o'sha milliy rasmlar va o'sha traditional rasmlar va obyektlar Afrika bo'ylab deyapti. Endi do'stlar, bitta narsaga ahamiyat beringlar mana yerda. Qaranglar, mana art galeriya nima bo'lar ekan? Keyingi oyga ochilishi haqida gap ketyaptimi? Keyingi oyga ochilar ekan. Endi bitta narsani eslatmayaptimi? Bizga pastda nima deydi? Pastda bizga nima degan? Ya'ni siz hozir buni ko'ra olmaysiz. Ya'ni bu yerda ham xuddi shu gapiryapti. Nima deyapti bu yerda ham? Keyingi oyga ochilishi, ya'ni keyingi oyga bu art galereyasi ochilishi haqida ma'lumot beryapti. Xo'p, qaranglar do'stlar. Bu yerda nima edi? Biz qayerda o'qidik shuni? 2 da qaranglar, 2 ga. The display that cannot be seen yet. Ya'ni hozir uni siz ko'ra olmaysiz. Ya'ni nima degan? Chunki naryoqda aytayaptiki, sen uni keyingi oyda ko'ra olishing mumkin deyapti. Mana. Buni javobi. Просто shu usulda o'rganib olsanglar, ancha oson topasizlar part 2 qismini. Ya'ni buni ham javobi nima bo'ldi hozircha? Olib turaylik shuni. Nima olamiz? B. Xo'p do'stlar, darsga davom etamiz. Xo'p, B bo'ldi bizda. Endi nimaga o'tyapmiz? C javobga o'tyapmiz. Xo'p, from outside, ya'ni tashqaridan, the 7 Mansfield Street may not look particularly exciting. Ya'ni o'sha nomi mana bu Street Mansfield doimiy ham zo'r ko'rinmas ekan, ya'ni ajablanarli ko'rinmas ekan tashqaridan. But come inside, lekin sen o'sha ichkariga kirsang, sen o'zingni nima deyapti? Yourself in a historic building. O'zingni tarixiy binoning ichiga tushib qolgandek his qilasan deyapti. That qaysi started
Xo'p, nima deyapti? That started life as a theater. Qaranglar, shartga qaranglar. Theater before becoming a bank and then restaurant. Do'stlar, mana yerda gapiryapti. Building haqida gapiryapti. Building birinchi nima bo'lgan ekan? Hayotini nima bo'lib boshlagan ekan? Theater, ya'ni teatr bo'lib, keyin esa bank bo'lgan ekan. Bu narsa o'zi aslida bank bo'libdi. Keyin yana nima bo'libdi? Restaurant ham bo'libdi, daji. Hozir. Daji restoran ham bo'libdi. O'z-o'zidan nima bo'lyapti? Misol uchun, o'zini shaklini o'zgartiryaptimi, o'zini funksiyalarini o'zgartiryaptimi? Nima bo'ladi bu? Biz mana yerda o'qidik-ku, do'stlar. A building that has changed its functional several times. O'zini funksiyasini bir necha marotaba o'zgartirgan. Mana birinchi teatr bo'ldi, yana nima bo'ldi? Restoran bo'ldi, bank bo'ldi. Nima qilyapti? O'zini funksiyasini o'zgartiryaptimi? O'z-o'zidan bizga shu javob shunday chiqadi. Mana teatr, mana bank bo'libdi, keyin restoran bo'libdi. Mana. Xo'p, bu qaysiga to'g'ri kelyapti? Mana. Several times. Ne qilamiz? Javob C. Ko'rdinglar, bu ya'ni o'ylantiradigan darajada qiyin emas. Agar siz buni haqiqiy nimasiga ishlanish yo'liga tushunib olsangiz. Xo'p, kelinglar buni ham davom ettirib qo'yaylik. Which is still operation on Sundays and Mondays when the restaurant is closed. Va nima deyapti? On Sundays, ya'ni yakshanba kunlari va nima? Dushanba kunlari when the restaurant is closed. Nima bo'lganda? Yopilganda, the guide is available to show you around the building and it's a fascinating architectural features. Ya'ni qaranglar, xullas yakshanba va dushanba kunlari bu yopib bo'lar ekan va gid bor ekan. U nima qilar ekan? Sizga binoda atrofini ajoyib arxitektural xususiyatlarini ko'rsatib o'tar ekan. Endi qaranglar, mana bunga ahamiyat beringlar. Sundays deyapti, Mondays. Faqatgina yakshanba bilan nima ekan? Ya'ni nima bu? Aniq kunmi bu? Bu nimaga to'g'ri kelyapti? Nimani eslatyapti bizga do'stlar? Mana buni belgilab qo'yamiz. Va bu bizga nimani eslatyapti? Mana yerda o'qigan bo'lsak, being open for tours on certain days of the week. Mana certain days ga bu nima qilib qo'ygan buni? Shunchaki uzaytirilma gap qilib, почти sinonimdaqa qilib qo'ygan. Endi sizlar aytishingiz mumkin, bu turistlarga edi-yu desangiz, endi bitta narsaga ahamiyat beringlar mana yerda. Mana yerda aytayaptiki, a guide is available deyapti. Qaranglar, gidlar kimlarni olib yuradi o'z-o'zidan? U binoga borganlar kim bo'ladi? Ya'ni ularni gid olib yursa kim bo'ladi? O'z-o'zidan bular turist bo'ladimi? Mana. Shundan ham biz shunday olishimiz mumkin. Xo'p, nima qilamiz? Ya'ni mana yerga tours. Ya'ni mana. Xo'p, bu bo'ldi, do'stlar. Endi bizda C varianti tugadi. Bundan ham bizda nima bo'ldi? Ikkita javob chiqdi. Xo'p, do'stlar, D ga qaraymiz. D. O'qiymiz. The Industrial Heritage Center tells a fascinating story of the local family firm. Xullas, bu centerdagi nima? Industrial sanoat heritage, ya'ni nomiga markazi senga ajoyib bitta hikoyani gapirib beradi, ya'ni qaysiki o'sha mahalliy oila haqida. Mr. John Carroll started his engineering business. Xullas, Carroll degan odam bor ekan, u o'zini injenerlik biznesini boshlagan ekan. In this building exactly 150 years ago. Va bu 150 yil oldin boshlagan ekan. Qaranglar do'stlar. The firm closed in o'sha 1969-yili nima bo'lgan ekan? Bu bekilgan ekan. But the factory has been recreated.
Do'stlar, sizlarga bitta aytib qo'yadigan joyim bor. Mana bu recreated degan so'zga aldanib qolmanglar. Ya'ni recreated ili factory degan so'zga aldanib qolmanglar. Chunki bizga mana yerda nima so'rayapti o'zi? Reopen bilan sizlar o'zinglarcha sinonim deb turib olmanglarda bu javobni. Bu yoqqa qaranglar, bizdan muzey haqida so'rayapti-ku. Do'stlar. Mana. Qani? Batta factory, zavod haqida ketyapti do'stlar, shuning uchun. Xo'p, with machines like this that Mr. Carl was familiar with it. Ya'ni bu bilan tanish edi. See what working life va qanday ish hayot ketayotganini ko'rib like endi 19-asrdaqa. Life far removed from legends. Xullas qaranglar do'stlar, batta dedi bizda umuman variant yo'q ekan. Umuman boshqa narsa haqida ketyapti. Misol uchun mana qani well known, misol uchun mashhur shaxslar kiyimi haqida gap ketmayapti yoki odamlar qanaqadir boshqacha yo'l bilan gapirgani haqida ketmayapti yoki muzey haqida ketmayapti. Bitta to'g'ri chalg'itdi, o'shanda ham nima bo'ldi? Factory bilan ataylab chalg'itib qo'yyapti. Lekin bizga muzey kerak edi bu paytda. Va misol uchun nima mebel haqida gapirmayapti. Shundan kelib chiqadiki, demak bizda the javobda nima yo'q ekan? Right answer right answer debman. Anaqa umuman javob chiqmas ekan bundan. Xo'p, bu bizga keraksiz bo'ldi. Xo'p, pastga tushamiz. Paragrafga. Xo'p, the fashion museum has only just opened. Ya'ni hozirda yaqinda ochilgan deyapti bu nima modalar o'sha muzeyi. It is home to outstanding collection of more than 30,000 objects formed by men, women and children. Ular shu 30 mingdan ortiq o'sha obyektlar bor ekan. Erkaklar, ayollar, bolalar tomonidan kelgan. Qaranglar do'stlar. Dating from the 17th century to the present day. Ha, qaranglar. You will see how people use it to dress. Va siz odamlar o'sha paytda qanday kiyinganini ko'ra olasiz. As well as a permanent exhibits you can currently see dressing the stars. Ya'ni siz nimalar qila olasiz? Dressing ya'ni siz o'sha paytda, o'shani o'zida siz hattoki yulduzli kiyimlarni ham ko'rishingiz mumkin. Which displays original costumes worn by the stars of many popular films. Ana do'stlar, bizga kerakli joy chiqdi. Ahamiyat beringlar do'stlar. Mana yerga. Which displays qaysiki sanga original kostyumlarni ko'rsatadi deyapti. Worn by the stars of many popular films. Ya'ni mashhur kinolardagi starlar. Starlar o'z-o'zidan kim? Yulduzlar. Yulduzlar mashhur odamlarmi? Mana. Worn by stars of many popular films. O'z-o'zidan batta bizda nima bor edi mana yerda? Mana. Clothes that well-known people have worn. O'sha kiyimlar qaysiki nimalar? Mashhur odamlar kiygan. Ya'ni starlar nima? Mashhur odammi? Albatta do'stlar. Xo'p. Bizda nima bo'ldi? Birda javobi nechinchi paragraf emidi? A degan. Mana A deb belgilaymiz, nima qilamiz? Va xo'p, bizda birinda top bo'ldi, misol uchun ikkinchi top bo'ldi. Endi nima qoldi? Bizda 3, 4 qolibdi va 6 qolibdi. Do'stlar, menikini yozmabmiz 7 ni. 7 niki nechi edi? Hozir bilmayman. Ha, Said aytmoqchi. Javobni yozib qo'ymoqmiz. Oldiga adashib ketmaylik keyin. Xo'p, do'stlar, biz E'da o'qib bo'ldik, to'g'rimi? E'damizdan nechta chiqdi? Bitta javob chiqdi xolos. Endi F'da ham o'qib qo'yaylik. Having spent the best part of 2 years being refurbished, the Mason Museum has recently. Qaranglar,
ko'plab o'sha span the best part of the 2 years, ya'ni 2 yilda asosiy nimalarni refurbished, ya'ni refurbish nima? Mana hozirlarga tushuntirib beraman. Refurbish degani mana to make a building look new and bright again. Ya'ni ham o'sha binoda yaxshiroq ko'rinishiga va yana ham o'sha chiroyliroq ko'rinishiga harakat qilishga ular o'sha 2 yilda почти yarmini nimasini sarflab yuborishibdi ular. The Mason Museum has recently o'sha Mason o'sha muzeyi yaqinda opened its doors again. Qaranglar, u eshiklarini yana boshqatdan ochibdi. Uje javob chiqdi bizda. Tepada deb edi. Xuddi shunday gap aytadi, lekin bizda u yerda factory, zavod haqida gap ketyapti. Albatta, immuniy faqat nima haqida gap ketyapti? Faqat muzey haqida gap ketyapti. Bizda nimalar? Muzey turibdi va nima turibdi? Opened its doors again. O'zini eshiklarini qaytadan ochdi. Mana, shu sababdan biz olyapmiz buni. Nima qilamiz? F. Mana qaraydi. Mana. The museum having just reopened. Ya'ni qaytadan ochilgan. Ya'ni bu yerda nima deb beryapti? Qaytadan eshigini ochganni beryapti. Eshiklarini ochgan. Ya'ni qaytadan o'sha ish faoliyatini yuritishni boshlagan. Xo'p do'stlar, battan bitta javob chiqdi. Qani o'qib balkim yana chiqib qolar javoblari. Ya'ni boshqa variantni. It provides the magnificent setting for its art collection and for the beautiful 18th century French for which the Mason is famous. Open Mondays to Fridays. Nima? On and weekends. Nima deyapti o'tda? Undan oltigacha. Xo'p, qaranglar. Batda ham sizlar aytishlar mumkin. Qaranglar. Shatda adashib ketmanglar. Mana bu yerda furniture turibdi deyapti. Lekin bu yerda nima degan? 18-da for the which Mason is famous. Faqat Mason uchun degan o'sha paytda va bu nima bo'lgan? Bir xil shaklda haqida gapirmayapti. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda nima degan? Qaniydi? O'sha furniture of the same kind that was used when the building was new. O'sha bir xil nimasida ishlatilgan ekan, ya'ni bino nimaligida, yangiligida. Ya'ni birinchi o'sha qurilganligida. Shunga do'stlar adashib qolmaymiz. Endi nima qoldi bizda? Qaysi variantlar qoldi o'zi? 1 bo'pti, 2 bo'pti. Bizda nimani yozmayapmiz do'stlar. Nima aytdi? F-midi? F. Mana. Bizda 4 bo'ldi, yana 5 bo'pti. 7, 8 bo'pti. Bizda demak 3 bilan 6 qoldi. Biz 2 ta qoldi. Endi kelinglar, shuni oxirga qoldirdim. Yaxshiroq tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, E'ni ochamiz. E'ni ochdik. Endi o'qiymiz. Beautiful Kingsley House was built in 18th century. Yani 18-asrda bu nima uy qurilgan ekan. And all the rooms are decorated and furnished in style of the time. Do'stlar, internet tarmog'i uzilyapti desam qaytdim. Bo'ldi. Xo'p. Davom etamiz. Qaranglar, o'sha paytda hamma xonalar dekoratsiya qilingan ekan va jihozlangan ekan. Men cho'ta internet ishlayapti. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, qaranglar, jihozlangan va mebel bilan, ya'ni to'ldirilgan ekan, in style of the time. Qaranglar, bo'pti, furnished qilinibdi, to'g'rimi? Nima qilibdi? Furnished qilinibdi. Xo'p, biz nega internet ishlamayapti? Ishlayapti. Xo'p, qaranglar. Nima biz furnished tursa olaveramiz, anadan furnished turibdi desanglar, bitta narsasi bor. Building was internet uzilib qolmayaptimi? Hammasi joyidami? Ahliyor yaxshimi?
Hozir to'g'rilaymiz. Xo'p, davom et. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. To'xtaylamda nima qilaman? Xo'p, endi qaranglar do'stlar. Building was new deyapti. Building yangiligida bitta bizda nima bo'lyapti? Bitta nima bo'lyapti? O'zi top berishimiz uchun bitta keywords bo'lyapti o'zidan o'zi. Tepaga chiqsa, furnished o'zi furnisheddan top bo'ldi, lekin yana bitta narsaga qaraydigan bo'lsak, in the style of the time. O'sha paytda stilidagi. Nima? Qaysi paytdagi? Ya'ni nimaga bu da'vogar bo'lyapti? O'sha bino qurilgan paytdagi paytga nisbatan buni aytyapti. Tushunyapsizlarmi? Shunga ahamiyat berib turib, buni javobda olyapmiz. Ya'ni furnished of the style of the time. Ya'ni nima? Bunga bo'lyapti. Xo'p, davom etamiz. Internet ishlamayapti menimcha yaxshi. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Sal internetdan muammo bo'lyapti. Xo'p, e'da o'qib qo'yaylik oxirigacha. Xo'p. O'qiymiz e'da. Yana qayerga qoldik? They include a dining room. Ular nimani? O'sha ovqatlanish xonasini o'ziga ichiga olgan, study o'qishda va kiyinish xonalarini, which contains display of the o'sha 18th century ladies clothing. Endi qaranglar, biz oldiyu mashhur odamlar kiygan deb. Lekin bitta adashmanglar, ladies clothing degani o'sha paytda nimalar? Ledilar o'sha paytda mashhur bo'lmagani, to'g'rimi? Ya'ni hammasi ham mashhur bo'lmagani. Bitta bizdan nima so'rayapti u? Bitta well known deb turib, ya'ni mashhur kimsalarni, odamlarni so'rayapti o'zi. Bu naryoqqa mosroq tushgani uchun batga olmaymiz. Tushunib olinglar shuni. Internet aloqasi uzilyapti. Hozir 1 minut. Batta nima edi? Mana. Qarang. 18-chi nima? Asrda uxlash shunaqa bo'libdi. Ya'ni ladylarda clothing o'shalar nimalarda o'z ichiga olgan ekan. Endi qarang, mana yana bitta ahamiyat beradigan oxirgi narsamiz bor. Oh my god, internet ishlamayapti do'stlar. Hozir 1 minut. Xo'p, qarang. Our volunteer guides in each room bring the house to life with stories of the past. Qarang, bizni volontyorlarimiz deyapti. Bizni volunteer guideslarimiz, guideslarimiz. Nima qilar ekan ular? Gidlarimiz. In each room, har bir xonada bring the house life. Ya'ni nima qiladi? Har bitta uyga nima keladi? Hayot bag'ishlaydi. Hayot bag'ishlar. Hayot bag'ishlash orqali mana bu storieslarni aytib berishar ekan. Ya'ni nimalardi? Ular shunaqa hikoyalarni aytib berish orqali o'zlarini yetkazib berishar ekan. Bu g'ayrioddiy yo'lmi? Deb o'ylab qarasak, to'g'rimi? G'ayrioddiy yo'l. Va bizda qaysi javob qoladi? Oxirgisi va o'shanga biz shuni olamiz. To'g'ri deb. Qaraydi. Mana o'zi bitta qoladi mana. Entertaining way, ya'ni mana shu bize nimamiz bo'ldi? To'g'ri javob. Eng to'g'ri javobimiz shu javobga mos keldi. Xo'p do'stlar, mana ko'rib chiqdik. Har bittasiga birarkilarda ikkitadan ham chiqib qoldi. Lekin bitta narsani unutmanglar. Nimani? Ya'ni siz imtihonda bunaqa bo'lmaydi, lekin imtihonda faqat bittasini, ya'ni nima? Bittasini bittaga tanlaysiz.
Men prosta buni ya'ni ko'rdinglar qiziqarliroq topishga yana ham yaxshiroq bo'lgani uchun men buni tanlovdim. Xo'p do'stlar, bu bizda part 2 reading multi-level qismi bo'ladi. O'ylaymanki dars foydali bo'ldi va sizlar narsalar ya'ni qanday ishlanish va strategiyalarni o'rgandinglar. Rahmat do'stlar, video rekord qilindi. Yana qaytadan o'sha onlayn darsimizda ya'ni internet tarmog'i tufayli qatib qolgan joylarini qaytadan ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, bizda YouTube'da kuzatadigan insonlar ham bor. Ularga aytib qolamiz, podpiska tugmasini bosib, like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rayman do'stlar. Xo'p, do'stlar, hammanglar sog' salomat bo'linglar. Hammanglarga rahmat.